Samarqandda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari ko'lami yanada kengayadi. Gap shundaki, Samarqand shahrida faoliyat ko'rsatayotgan qator viloyat tashkilotlari kelgusida Shirin massiviga ko'chiriladi. Bu hudud bosqichma-bosqich shaharning yangi ma'muriy ijtimoiy markaziga aylanishi kutilmoqda. Viloyat hokimi Aziz Boboyev ishtirokida o'tkazilgan taqdimotda Shirin massivi hududda buzilishga tushgan turar va noturar joy obyektlari, shaharchaning zamonaviy qiyofasini yaratishga qaratilgan loyihalar haqida ma'lumotlar berildi. Shuningdek, shaharchaning kommunikatsiya tizimlari va infratuzilmasi, tabiiy gaz, elektr energiyasi, ichimlik va suv tarmoqlari bilan ta'minlash, yo'llar qurilishi bilan bog'liq masalalar loyiha doirasida amalga oshirilayotgan ishlar muhokama qilindi. O'tirib birma-bir setovoy grafik qilinadi. Mana shu yangi tomonni, bu tomonni setovoy grafigi. Qachon qaysi bino bitadi, qachon qaysi ish bajariladi, qachonda elektr ulanadi, qachon gazga ulanadi. Hammasi bir vaqtda kelish kerak, bir vaqtda ulash kerak. Ertaga buni qurib qo'yadigan bo'lsak-ku, elektr bo'lmasa, yo suv bo'lmasa, yo kanalizatsiya bo'lmasa, u ishlamaydi u. Hammasini kompleks olib keladigan setovoy grafik bo'ladi menda. Shirin shaharchasini barpo etishning birinchi bosqichi doirasida 100 gektar maydonda joylashgan 2378 ta turar va noturar joy obyektlaridan 1823 tasining kompensatsiya pullari to'lab berilgan. Muhokama davomida bu ishlarni amalga oshirishda mulk egalarini rozi qilish muhimligi aytildi. Taqdimot jarayonida tayyorlangan loyihalarni samarali amalga oshirish, qurilish ishlarini jadallashtirish uchun mas'ullar belgilandi. Shirinda xabaringiz borki, loyihasiga o'zgartirish kiritib, bugungi kunda viloyat markazini Shirin shaharchaga ko'tarish tashabbusi ko'tarilgan. Shuni ustida hozir katta muhokamalar bo'ldi. Unga keladigan kommunikatsiya tarmoqlari, gaz, suv, svet, aloqa hamma masalalar ko'tarildi. Ya'ni bu degani yangi shaharchamizda kommunikatsiyasi tubdan yangilanadigan bo'ldi. O'zini avtonomni elektr energiyasi bo'ladi, o'zini kanalizatsiya tarmoqlari bo'ladi. Asosiy urg'u yashillikka berildi. Shahrimizda 75% qismi yashillikdan, suvlikdan iborat bo'ladi. Avtoturargohlar hammasi yer ostiga qilinishi ko'rsatib o'tildi. Shu joyning o'zida Samarqand Invest kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati tomonidan Samarqand shahri hududida aqlli avtoturargohlar tashkil etish loyihasi taqdimoti ham o'tkazildi. Yashirin iqtisodiyotning oldini olish, sifatli xizmatlar ko'rsatilishini ta'minlash maqsadidagi ushbu loyihani amalga oshirish imkoniyatlari ko'rib chiqildi. Samarqand tarixiy shahar, rivojlanyapmiz. Biz ham endi tartib bo'lish kerak, madaniyat bo'lish kerak. Mana shu mashinalarni parkovka qilish masalasi ham endi juda muhim. Hamma o'zi xohlagandek qo'yib ketadigan bo'lsa, bu nima degan gap bu? Shu sohaga ham madaniyatni olib kirishimiz kerak-ku, buni tez qilishimiz kerak. Taqdimotdan so'ng massivni shahar markazi bilan bog'lovchi Qoradaryo ustidan o'tgan 577 metrli ko'prikning qurilishi jarayonlari bilan tanishildi. Shuningdek, massivning birinchi bosqichi doirasida amalga oshiriladigan loyihalar, joylashtiriladigan hududlar holati ko'zdan kechirildi. Belgilangan loyihalarni sifatli amalga oshirilishini ta'minlash yuzasidan mas'ullarga tegishli topshiriqlar berildi.